Bog'cha pedagoglari uchun yangi imkoniyat. Endi dual ta'lim orqali bakalavr darajasini olishingiz mumkin. Vazirlar Mahkamasining yangi qaror loyihasiga ko'ra 2026-2027 o'quv yilidan boshlab o'rta maxsus ma'lumotli maktabgacha ta'lim pedagoglari uchun dual ta'lim shakli joriy qilinadi. Haftada bir kun pedagogika oliy ta'lim muassasasida, 5 kun bog'chada amaliyot asosida o'qish mumkin. To'lov shartnomasi asosida o'qib bakalavr darajasini olish imkoniyati berildi. Dual ta'limni joriy qiladigan oliy ta'lim muassasalari ro'yxati ekranda mavjud. Ro'yxatdan o'tish har yili 5-25 iyun ta'lim yo'nalishi, til va test hududini tanlash bilan amalga oshiriladi. Bu qarordan ko'zlangan maqsad bog'cha pedagoglarining malakasini oshirish va ularni oliy ta'lim bilan bevosita bog'lashga xizmat qiladi. Dual ta'lim shakli amaliyotga katta e'tibor beradi. Pedagoglar ish joyida kunlik tajriba orttiradi. To'lov shartnoma asosida bo'lishi davlat resurslarini tejash bilan birga pedagoglarni maqsadli va tizimli tayyorlash imkonini beradi. Ro'yxatdan o'tishning aniq muddatlari va bosqichlari pedagoglar uchun qulay va shaffof jarayonni kafolatlaydi.